Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Chala tekkan o'q. Avtori Abdulla Talib. 29-bob. Dushman parashyuti yetkizib bergan maxfiy axborot partizan fidoyilar uchun nusrat va umid beg'ishlagan edi. Qo'mondonlik shtabi bu xo'sh xabarni jangchilardan maxfiy tutmadi. G'albaga otlanish cho'qallari butun shahar atrofini zilzilaga keltirdi. İrpan saqib chiqqandan keyin jonlari so'yinib yana umidvorlik bilan yangi kurashga qadam qo'ydi. U qurollanib langardagi oldingi saf bazasiga bordi. So'qish yanala terkishish bosqichida ketyotdi. Lekin 10 minglagan odamlarning qo'rshovida qolgan dushman askarlari jahillik bilan jon talashadi. 1945-yili 9-oyning 7-kuni tun hasidan o'tgan chog'da 7 nafar qahramon partizan qarong'udan foydalanib Kuchar darvozasi tarafdan sepilga shot qo'ydi. Bu qitimmo ish o'ng'ishsizlikqa uchirdi. 2 partizan qurbon bo'ldi. Bir komandir bilan bir fidoyi jarohatlandi. Ularni yo'tkab kelib-olishda jasorat ko'rsatgan 2 sistraning qahramonligi minglagan kishilarning ig'zida daston bo'lib yurdi. Ular o'tgan qitimmo Irpanni qutuldirib qolgan Batur hemşehriler idi. İrpan ularga minnettarlık bildiriş üçün bu qaysar qizlarni izlab yuradi. Uzun o'tmay İrpan tashkil tarafidan yangi vazifega buyurildi. Akşam düşman tarafdan vaqif bo'ldik. Qashqardagi go'mindonchilar 2 yangi askarini Maralbeshi va Qaqshal taraf bilan Aqsuga mang'uzdi degan xabar keldi. Shamol bova yashnib qolgan kishi bo'lg'achqa yurtiga qaytirdik. Sizga Qutlug' degan yigitni qo'shimiz. Sizlar go'mindan saqchi kiyimi bilan gerim qilib yo'lga chiqsizlar. Birdan yon qurol elib olinglar. Razvet doirasi janub tarafda Maralbeshi tumshuq, shimol tarafda Uchturpan Aqyorgacha vaqti 3 kun, dedi komandir. Irpan bilan Qutlug' shu oqshimi safarga otlandi. Minganlari qiyirning uchqur tulparlari edi. Aqsu daryosining ko'rigidan eshib tez ilgirlamoqda. Gah shig'il tashliq yo'llar, gah popang to'piliq cho'llar pat-pat almış turadi. Ko'p-ko'k osmonda yulduzlar chaqnaydi. G'arib tarafdagi pakar tog'lar qop-qora ko'rinadi. Ay allaqachon tog' kayniga yo'shiringan, kechilik havo salqin va ko'ngillik edi. To'mir cho'qidan kelayotgan izg'irim shamollar yurakni hozirlantiradi. Bepoyon cho'llarga chiqib olgandan keyin Irpan jimjitlikni buzib so'z ochdi. Manzil xili bar, eli yo'li yomon yo'l, chilan bilan cho'l quduq degan mana shu joylar. Bundaq cho'llarni faqat otning yaxshisi, yigitning naqshisila tugitalaydi. Biroq hozir bo'lsa jang vaqti, naqshi tovlash bi'ab, uning o'rniga hikoya etishib mang'animiz tuzuk. Bo'ladi, qani sen avval so'zla, dedi Qutlug' havas bilan. Ishkaylan otlarini yo'rg'isiga qo'yib o'tib, kang tasha yo'lda qatorlashib mangdi. Qutlug' Teran daryosining oxirgi iqini ulug' yerda hashada ishlayotgan joydan oltin ko'lash alvonga tutilgan va Irpan bilan shu qismatlik kunlarda tanishgan. Qara yo'lg'indagi razvet ko'rishi davomida ular yana bir sapda bo'lgan edi. Eliq kunisi, dedi Irpan so'zini boshlab. Sepil tarafdan kelayotgan mo'ldirdak o'qlarga pisand qilmay meni qutqizib, jinimga ara bo'lgan bayqi sestra qizga cheksiz rahmat izhor qilish majburiyatim va vijdoniy qarzim bor edi. Biroq men uni izlab topguncha bu yoqqa chiqib qoldik. Sizning shu qiz to'g'risida anglagan ishtikanlaring bormi? Uni surishtirib nima qilasan? dedi Qutlug' chaqchaq aralash savol bilan. Balli, qulupning ochqichi sizning dekanda. 2 sapdosh bir qapas chaqchaq qilib olgandan keyin Qutlug' bayon qildi. Milliy armiya partizanlari Aydurumdagi qanliq fojiadan keyin kuch to'plab, ikkinchi qatim hujum boshlaganda men sol qanot sap bo'ylab Molla Qo'g'onchi degan yerdan aylanib o'tdim. Bir Qo'g'onchi menga 5 nafar go'mindonchining Sugat eriq yesidagi qo'noqlikqa yo'shirinib olganligini xabar qildi. Men darhol komandirga yetkazdim. U menga 10 partizanni qo'shib dushmanni darhol jimoqtirib kirishga avatdi. Biz Hayran bog' atrofidagi qo'noqlikni muasirga oldik, lekin dehqonlarning ziroatini buzatmaslik uchun vaqt kutdik. Aramizda samat savr qila olmay,
avtomatni ko'tarib qo'noqlik ichiga kirdida taslim bo'l deb uyg'urcha xanzucha vaqirdi. Dushman o'q chiqardi. Samat jarohatlangan ekan. Biz jiddiylashib qoldik. To'rt tarafdan tangla o't ochdik. Ikki dushman qo'noqlik orasidagi eriq bo'yini yaqilab qochganda o'ldi. Yana ikkisi taslim deb varqirab qo'l ko'tarib chiqdi. Eng oxirgi jahilidan beri qochib, qo'noqlikning shimol yoqasidagi bir mo'mayning uyining yoqasiga kirib mo'kavabdi. U pilimotini tiklab, qarshilik ko'rsatmoqchi bo'pti. Biz uninggacha bir nechimiz qo'noqlikni oqtirish bilan avar edik. Samatning biligidan shuqrab eqiyotgan qon to'xtamagandan keyin men pilimot bilan oldida uchaylan uni ko'tarib keynimda yaqin joydan uy izlab mandiq. Qo'noqning shaldur-shuldurdan cho'chigan dushman pilimotchiga benishon o'q yog'dirdi. Biz izimizda jim to'xtadik. Arimiz xili yiroq edi. Biz yiroqqa chalma etib, pilimotchining diqqatini buzib etdik. Men uning o'qini xili bir yerga berib qolganligini mo'lcharladimda, qolgan sabdoshlarimni joyida to'xtatib qo'yib, g'arb taraf bilan agib dushmanning yon tarafiga o'tdim. Uzun o'tmay dushman pilimoti jimib qoldi. Uning o'qi rostla tugagan ekan. Taslim bo'l deb avval uyg'urcha, keyin xanzucha, ondan qozoqcha tovladim. Kaj dushman zuvan surmagan edi. Men tavakkul qilib oldimga mangdimda o'yliq kirdim. Qarsam dushman askarining mingisi chuvilib, tam tuvida yetibdi. Uning pilimoti bir qizning qo'lida turdi. Qutlug' demini ilib yana davomlashtirdi. Men qizni ko'ribla salom berdim. Qizmo menga tabassum bilan javob qaytardi va uyga taklif qildi. Men kirdim. Qizning onasi 70lardan oshgan qari mo'may konstitutsiyada ko'z ochmay yetibdi. Men ahvolni uqdim. Dushman askari ho'yla temidan pilimot atqili turganda ona bola ishkelan uyini ichidan elib olib, vaqani bilib turgan ekan. Mo'mayning yurgisi bo'lolmay qapti. Qizning otasi Terang daryo olvonda o'lgan ekan. Birla aksinimi yerlik baglar oltin olvonga tutib olib, yiligacha o'liktirgidan xabar bo'lmabdi. Mo'may o'g'ilning dard piraqida uzundan beri kasal ekan. Mo'mayning qizidan boshqa tarchidan hech nimasi yo'q ekan. Mo'may oxiri qiziga, "Qizim, yugur, avu ho'yladagi ofatni yo'qot" deyishi bilanla qiz oy paltini ilib chiqibdi-da, mag'durdan ketib qolgan dushmanning beshiga toza keltirib sapdi. Dushmanning mingisi cho'lib, ezitla jahannamga uzapdi. Men qizning pilimi tutib turgan bastiga mas bo'lib nazar salatdim. U 18 yoshlar qarisini olgan, ko'zlari cho'ng, qapoqlari kang, sochlari qo'yiq, tishlari shu yerning tabiati bo'yicha sag'uch, yuzi onda-sanda chechak izliq va egiz bastiga yarasha muskullari taraqqiy qilgan qiz edi. Uning qora ko'zlarida qahramonlikning nishonasi belgi berib turardi. Mo'may asta ko'zni ochib menga qaradi. "O'g'lim, sen na'din bo'lsan?" Men mushu So'gat eriqdor mudarris Muhammad Diyorxonga shiram tuqqan ekanligimni so'zlab berdim. Mo'may xursandlik hissiyotda yana, "Balam, sen uylanganmi?" deb so'radi. "Yo'q" dedim. "Undaqda mushu qizimni bugundan boshlab sana qo'shdim. Qizim meni deb bu yerda qolsa cho'qim dushmanlar piyiga tushdi. Sening bilan nima bo'lsa ikkala dunyo men rozi. Menga singlim qarshidi. Qizimning ismini bugundan boshlab O'g'ilxon deb atag'in. Ma'nosini keyin bil." Mo'may so'zlayotganda butun vujudim gulxon bo'lib yenishga boshladi. Tinimga tutashgan harorat zabtidan yurgim gupildab salatdi. Men yerning tigidan O'g'ilxonga intizor ko'zlarimni yugurtganimda u qizlar xos nomuschanlik bilan ruxsarni o'ng tarafga qiyo burab ostinqi kalpugini yinik tishlab turardi. Uning oydek ruxsaridan nur yog'atdi. O'tliq ko'zlari chaqnaydi. Sağuç tishlari ko'z oldimda oltindan apreda bo'lgandek jula qilatdi. Uning ruxsarida paydo bo'lgan bu xislatlar uningdagi pok vijdon ham qahramonlikning yodgori edi. Seni yiliq kunisi qutqizib olgan qahramon sistralarning biri ana shu O'g'ilxon, dedi Qutlug'. Yana biri elidan kelgan Mehribon. Ularning har ikkilisila arancha kenib yuridi. Chochlari qirqib etilgan. Ularning qo'lida avtomat, mursida doktorlik somkasi esiqliq. Bundaq qizlar aramizda az emas. Dilbar bilan Gulnisoning Xotan darvozasiga shot qo'yib, jang maydonida qurbon bo'lganligidek baturlik kimning mo yurgini hayajonlandirmasin.
qaysi yurakning iftixorini qo'zg'amasin. Erpan Sabdishining hikoyasini anglagan sari zo'qlanatdi. Qahramon qizlarga qalbida cho'nqur hurmat va faxrlanish tuyg'usi urug'gan edi. Ular Koni Chilan degan yerga borganda tun yarmidan oshgan edi. Hammalar taraf qop-qorong'u va jimjit. Urush mezgili bo'lg'achqa yo'l bo'yi ularga inisi jinmu yo'liqmadi. Atlarning popang to'palarini to'zitib mangan oyoq tovushi va aralab pushqurgan ovozlar anglanatdi. Yo'l bo'ylaridagi o't cho'plar orasida yotgan to'g'aylar va toshqanlar urkib qachatdi. Qutluq xuddi ichi ichib, ko'ngli aynagan odamdek xilib bir kamgacha jimiqib ketdi. Erpanning qulog'i qutluqda edi. Bir ozdan keyin Qutluq so'zini davomlashtirdi. Biroq urush barg'ansiri keyniga tortilib ketyotdi. Biz oltin qo'shchilig'isidagi so'qish g'alabasidan keyingi vaqtni hisoblasak, hozir to'p-to'g'rab 1,5 oydan oshdi. Oqsuv sepilining muasiriga elinganig'imi bir oycha bo'ldi. Texi mushu yaqingachalar dushmanlar qechishga tayyorlanyapti. Ammo hozir birdilla ahvolda o'zgarish bo'lyapti. Go'mindan alpazini birdilla o'zgartdi. Ular o'g'rilar chekinmoqchi degan parani ha deb tarqatishyapti. Bu garchi mish-mish parandek ko'rinsimi, ammo uningga sagaklik lozim deb his qilmoqdaman. Bundaq parani men texi anglab boqmadim. Jangchilarimizning jangovarlik kayfiyati xalqning g'ayratiga gap sig'maydi, dedi Erpan. Unisi darvaqa shundoq, lekin biror maxfiy qimorning so'lpisiga ketib qoladigan bo'lsak, alam bo'ladi deydigan andisham bor. Mubodo shundoq peshkanlik yuz beradigan bo'lsa, u chaqda O'g'ilxon bilan men keynimizga bir g'irichmo chekinmaymiz. Bu lap urg'anlik emas. Ishonmasang, mo'rt kelganda ko'rarsan. Qutluqning irodasini anglab, qattiq hayajonlangan Erpanning tiliga xili bir vaqtcha gap kelmay shuklab ketdi. Qutluq uni chaqchaq bilan g'idiqlab, yana ig'iz ochdi. Shuk bo'lib qilyapsan-ku, cho'lpan esinga kelyaptamdi nima? Hozir biz Qashqar tarafga ketyapmiz. Balturoq ketib-olishni pamlayaptamsan ya. Qutluqning bu qitimqi chaqchig'ini anglagandan keyin Erpan Sabdishiga idraklik javob berib, "Erksiz bog'ning guli to'zar, bulbuli uzar" degan tamsilimiz bor. Erkinlik uchun bo'layotgan hozirgi ulug' kurashning mehridan voz kechgan kishi gul qilolmaydi. Shunga hiliqisining bir g'irichmo chekinmaymiz degan vijdoniy so'zingning vafodor ishtirokchisi manaman. Akal qo'lingni, dedi-da, ikkalan ot ustida qo'l ilishdi. Ular Kalpin Achalning sharqiy janubini kesib o'tib, bir oz mang'andan keyin bir cho'ng dova qumliqning yiniga kelib to'xtadi-da, qora targa cho'milgan otlarini yetilab quritdi va demini oldirdi. Tang suzilib, to'rg'aylar juruqlab qo'zg'alishga boshlagan chaqda yana otlanib janub tomon mangdi. Osh pishim mahalda Gugutkan tog'lari bilan Maralbeshning tumshuq eg'izi oralig'idagi Tika Fondi degan yerdan amdila qo'zg'alib Qashqarga qarab minishga tamshilib turishgan bir qancha otliq va tugilik odamlarga yo'liqdi. Oldi bilan Erpan ularga so'z ochdi. "Assalom birodarlar, tog'lar, har birlarini na'dan so'raymizkin? Biz Ma'u tog'ning orqasidagi Kalpin degan yerdan Qashqarga ketyapmiz." Ustixini apchil kelgan bir qora otni mingan kishi etini ostiltib manga javob berdi. Uzoyidin uning yurt begi ekanligi ma'lum bo'lib turadi. Amralarining ba'zi eshaklik, ba'zi otliq va to'gilik edi. To'gilik odam yana bir otan to'gini yetlib olgan, otan to'giga bo'lsa chiroyli bir sagunchak ortilgan edi. "Qashqarga nimaga ketyapsizlar?" Erpanning mushu savolini anglagandan keyin jada atqa minib olgan bag Qutluq bilan Erpanga yana bir qatim takshi qarab o'tib, ikkalanning usti-beshidagi go'mindan saqchi kiyimi va shapkasidan 12 burjak belgiga ishonch qilgan holda javob berdi. "Nemishki bo'lmoqchi? Ma'u sagunchoq ichidagi ambalni qochirib ketyapmiz. O'g'rilar Aqsuda malman paydo qilgandan keyin ambalni yo'shirib saqlab boqdik. Ambal xotirjam bo'la olmadi. Bizning ko'nglimizmo aram topmadi. O'g'rilar yo'qolganda ambalimizni yana qaytarib kelamiz." Rast degandek, hiliqi yo'g'on to'gining qo'sh o'rkishiga to'g'rilab yasalgan sagunchak ichida ambal bahuzur yotadi.
Сәгүнчәкнең астыга 4 көрпә сыленган, üstüge ambalni aptapdan saqlash uchun chiroyliq soyban yasalgan edi. Ambal daki oramning to'shkidan pat-pat maraq qo'yatdi. U vijik, beshi kichik, tinining ig'irligi 50 kilogramga to'lmaydigan, piligi qurib qolgan so'ymidak yiligash bir abiga maxluq edi. Yaloqchi bagning xalq partizanlarini o'g'irlab degan haqoratiga chiday olmagan Qutlug' Erpanning qulig'iga pichirildi. Xo'jayini bilan qo'shibla etib tashlayli. Xapshuk, dedi Erpan. Qutlug' paskarga tushdi. Bagning karvanlarini tumshuq tarafga yo'llab o'tib, ikkalan bayqi izda turib qoldi. Qutlug'ning zani kayib do'stiga dedi: "Nimishga meni to'sadigansan? Joylab atsakla puxadan chiqatdiq emasmi?" Erpan bir oz o'ylab turib olgandan keyin o'ng qo'lini Qutlug'ning o'ng murisiga qo'yib turib, "O'pkimizni bisvalayli do'stim. Savrining tuvi seriq oltin degan gapimiz bor. Iliqi bag darvaqa Zamonqulning pushtidan ekan. Men bu do'ram Urumchida Zamonqulni etishga qatnashgan. Onun bilanla ish bitmadi", dedi. Qutlug' yanala qoyil bo'lmagandan keyin Erpan so'zini davomlashtirdi. "Bir o'chum Zamonqullarning zamonlardan buyon zo'rliq zo'mbuliq qilib, razil o'yinlarni o'ynab kelayotganligi tarixga ayon." Askarchi keyingi yilisi dal mushu kunlarda 3 viloyatning xalqchil vakillarini cho'ng-kichik Zamonqullar birlashib, Ya'mur mahkamasiga qamab qo'ygan ham Zamonqulning onasini kushkurtib, 3 viloyat vakillariga esildirgan edi. Shuningga qaramay, ularga texi madilar, qasidalar o'qiladi. Keyingisi teximo razil va teximo uyatsiz jinoyatkorlardir. Xalq bundaq razillarni esidan chiqarmaydi. Ular birdan shuk bo'lib qilishdi. Arqadan Erpan yana: "Biz endi shtab topshirgan keyingi muhim majburiyatni bija keltiraylik", dedi. 29-bob tugidi.